Assalomu alaykum. Hammamizga jonli efirni boshlaymiz. Birinchi bosqich, ya'ni nega yo'q desangiz bolalar battar qiladi. Qayerda xato qilyapsiz? Bilasizmi? Bolalar nega yo'q desak aytganimizni qilmaydi. Biz yo'q deyishni bilmaymiz. Avvalo bolalarga imkon qadar yo'q deyishni kamaytirishimiz kerak. Nega? Bolalar hozir o'rganuvchi, harakat qiluvchi, intiluvchi davrda bo'lganligi sabab, ya'ni bizning halarimizga muhtoj davrda. Siz uni qancha ha so'zi bilan istaklarini qo'llab-quvvatlab olg'a intiltirganingiz sari u o'ziga bo'lgan ishonchi, motivatsiyasi ortadi va olg'a borishga harakat qiladi. Siz qancha uni yo'q deb to'xtatganingiz sari bola birinchidan yo'q degan so'zdan hech qanday ma'no tushunmaydi, ya'ni qilma degan so'zni tushunadi xolos, lekin uni nimaga qilma deyayotganingiz birinchidan qiziqtiradi, ikkinchidan yo'q so'zi battar, ya'ni nega onam yo'q deyayotgani qiziqtirgani sabab shu ishni qilib ko'rishim kerak, ya'ni nimadir borki shuni qilmasam bo'lmas ekan, ya'ni onam nima sababdan yo'q deganini bilishim kerak. Ichidagi ishonch Alloh tomonidan bergan bir qiziquvchanlik motivatsiyasi so'nmaydi. Bolalar nimaga yurishni, emaklashni, hatto o'sha onasi gapirgan ilk tilni osonlik bilan o'rgana oladi. Siz masalan 20 yoshda, 25 yoshda bo'lib turib, o'z ustingizda ishlay oladigan yoshda bo'lib turib, bir tilni boshdan oyoq o'rganish uchun 1 yillab, 2 yillab mehnat qilasiz, qiynalasiz, harakat qilasiz. Shunda o'rganishingiz mumkin. O'rgana olsangiz, qat'iyatingiz yeta olsa, olg'a bora olsangiz, o'zingizga bo'lgan motivatsiyangiz tushib ketib qolmasa, yarim yo'lda tashlab qo'ymasangiz. Lekin bolalar shunaqangi o'zi kichik bo'lib turib bitta tilni tugul bir nechta tilni ham o'rgana oladi. Motivatsiyani to'g'ri bersangiz. Emaklashni, yurishni shunaqangi Alloh bir inoyat qilib shunaqangi bolalarga berganki, so'nmaydigan motivatsiya. Siz uni so'ndira olmaysiz. Ovora bo'lmang. Yo'q degan so'zni o'zi bilan uni ichidagi shunaqangi siznikiga 10 baravar katta keladigan ichidagi bir hissiyot, bir o'rganish ishtiyoq borki, uni siz yo'q so'zi bilan to'xtata olmaysiz. Imkon qadar uni sog'lig'iga ziyon yetkazmaydigan barcha ishlariga ha deng. Chunki masalan, to'kilib ketadigan narsa sizga qanchalar ziyon yetkazyapti. Masalan, oddiy suv to'kiladigan bo'lsa, kiyimi ho'l bo'ladigan xolos bo'lsa, u qadar nima deydi, fojiali holat keltirmasa, mayli o'sha piyoladagi suvni o'zi ichib ko'rsin. Hozir qizlar bo'linish uchun uzr chaqirib qolishdi. Xullas, bolalarimizga yo'q deyayotganimizda nima sababdan yo'q deyayotganimizni tushuntirishimiz kerak. Ya'ni yo'q so'zini o'zi bolalar uchun kamlik qiladi. Siz ham tasavvur qiling, masalan, ana shu suv o'ynayapti, ya'ni qaynoq choyga nisbatan ketyapti. Siz yo'q tegma deysiz. Miyangizda nima o'ylar o'tadi? Mana shu jarayonni tasavvur qiling. Og'zingizda nimalar deysiz, miyangizda nimalar o'tadi? Qaynoq suvni yoki ovqatni ushlab olsa ustiga to'kilib ketishi mumkin, kuyishi mumkin, kuygandan keyin bo'ladigan holatlargacha даже o'ylaysiz, to'g'rimi? Ya'ni doktorga borish kerak, kuygan yara yomon bo'ladi, dog'i qoladi, qancha davolanish kerak. To'g'ri tasavvur qilyapsizmi? Uni yig'lari, doktorma-doktor yurish, bular oson jarayonlar emas. Siz butun boshli jarayonni o'ylaysizda, og'zingizdan faqatgina yo'q, borma, kuyasan degan so'z chiqadi. Qaniydi siz mana shu o'ylagan narsangizni og'izga ko'chirganingizda edi, bolamiz bugun bizni yaxshiroq tushunadi. Biz hamma harakatga nisbatan faqat yo'q so'zini ishlatamiz, lekin mana shu yo'q deyayotganingizda miyangizga bir signal bilan qarab ko'ringchi, siz nechta o'y, fikrlarni yig'ib turib bittagina yo'qni chiqaryapsiz. Biz shunaqamiz. Miyamizda o'ylaymiz, og'zimizda qisqaroq va osonroq to'xtatuvchi so'zni aytamiz. Bolalarimizni to'xtatishimiz emas, tushuntirishimiz kerak. Mana shu boshdan oxirigacha bo'ladigan jarayonni aytib bersangiz, bolangiz kuyishga o'zi ham xohlamaydi. Bolam, bu ovqat issiq, ustimga to'kilib ketsa kuyadi. Kuygan joy qanaqa bo'ladi bilasanmi? Yara bo'lib po'rsillab ishib chiqadi. U og'riydi. Yoshligimda men kuyganda rosa og'riganda, bu og'riqdan qo'rqaman. Seni ham kuyib qolishingni xohlamayman shu uchun.
kuygandan keyin u mayli kuyib jichog'rib o'tib ketsa ekan, u uzoq og'riydi. Dorilar qilinadi. Uni kamiga izi qolishi mumkin, dog' bo'lib qolishi mumkin. Kuyish shunaqa yomon narsa, men qo'rqaman. Shuning uchun doim sendan issiq narsalarni ehtiyot qilishga harakat qilaman. Shu gap bilan bormay kuyasanmi farqi bormi? Albatta bor. Siz qaysi biridan o'zingizga bo'lgan motivatsiya olgan bo'lardi, o'zingizga tushunish, anglash olgan bo'lardingiz? Masalan, to'yga ketyapsiz, eringizdan ruxsat so'rayapsiz, "Yo'q, bormaysan" dedi. Tugadi shu yerda. Siz qanaqa hissiyotlarda qolasiz? Endi eringiz ichida nimalar o'yladik? Siz so'raysiz, to'g'rimi? Nimaga yo'q deyapsiz? Nimaga yo'q dedingiz? Boravering. Siz bitta yo'q bilan to'xtamayapsiz. Yoki bo'lmasam to'xtagan taqdiringizda ham ichingizdan xafa bo'lasiz. Yo'q dedi-da, rosa borgim keldi. Juda xohlab turgan bo'lsangiz, qayta-qayta so'ragingiz keladi. Hech bo'lmaganda nimaga yo'q deganligiga qiziqaverasiz, to'g'rimi? Endi bolalar ham siz u 20 yoshli, qayta aytyapman, 25 yoshli ayoldirsiz. Shuncha yashab, shuncha tajriba orttirgandirsiz. Muloqotni, turlarni, oldinni ko'ra olish qobiliyati bor, oz-moz bo'lsa ham. Bo'linishlar uchun uzr qayta. Demak, mana shu ongli ravishda biz anglab turib ham, ya'ni yo'q degan so'z uchun kurasharkanmiz. Ya'ni nimaga yo'q dedi, nima bo'ldi o'zi deb so'rarkanmiz. Endi bolalarimiz qanday qilib bittagina yo'q degan so'zimizdan hamma gapimizni tushunib olib, biz aytganimizni qilishi kerak. Bu bizni yo'q deya olish qobiliyatimiz yaxshi rivojlanmaganligidan, qanday usulda yo'q deyishni bilmaganimizdan, aslida imkon qadar yo'q demaslikka, ya'ni yo'q so'zini va qilma, borma so'zlarini, ya'ni bolaga buyruq berayotganingizda, masalan, qilma deyayotganingizda, u mana shu jarayondan to'xtash kerakligini tushunar, lekin nima qilish kerakligini tushunmaydi. U o'zi nima qilishim kerak? Xo'p, to'xtagan taqdirimda buni o'rniga nima qilishim kerak degan savolda qoladi va ishda davom savolda jiddiy o'ylanadi, ishda davom etib ketaveradi. Shuning uchun qilma o'rniga nima qilish kerakligini ayting. Masalan, ukangni urma so'zini o'rniga ukalarni ocham-ocham qilinadi, silaydi, o'padi degan buyruqlarni berish yoki bo'lmasam keling ukangizni urishni o'rniga qiti-qiti qilib qitiqlab qochamiz, kuldiramiz degan so'zlardan foydalanish unumliroq bo'ladi. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Aslida kichik, lekin biz uni kattalardek bo'lishni istaymiz. Ya'ni bolalarga qanday muomalada bo'lish. Tasavvur qiling, sizda vaqt mashinasi bor. Siz mana shu vaqt mashinasida 20 yildan keyingi bir jarayonga, kelajakka ko'chib o'tdingiz. Sizni farzandingiz prezident bo'lib davlatni boshqaryapti va siz endi hozirgi vaqtga qaytdingiz. O'sha paytda o'zingizni ko'rib, nahot men shunaqa bola tarbiya qilganman, men qanday usullardan foydalangan ekanman degan xayollar o'tishi mumkin. Yoki hozirgi holatga kelib aytayotgan har bitta so'zingizga o'ylanasiz. Prezident bo'ladigan bolamga shu so'zni aytsam to'g'ri bo'larmikan? Ya'ni shunaqa muomala qilsam, uni xarakteri qanaqa bo'larkan? Ya'ni butun boshli davlatni boshqaradigan insonni xarakteri qo'rqmas qilib tarbiya olarkanman, bir so'zli, qat'iyatli qilib tarbiya qila olarmikinman degan o'y-xayollar o'tishi mumkin, to'g'rimi? Agar hozirgi bolangizni holatini, bolaligini boricha qabul qila olib, ya'ni unga bir kelajakda yetuk shaxs bo'ladi degan qarash bilan qarab, uni menini, istaklarini, butun borini hurmat qilsangiz, bolangiz ham albatta sizni hurmat qiladigan holatga keladi. Va biz onalik ilmlarida masalan ko'p hozir kanallar, Instagram hamma yoqda deyarli mana shu bolani unaqa qilmaslik kerak, bunaqa qilish kerak degan ma'lumotlar tarqalib yotibdi. Masalan, hamma intiluvchan, izlanuvchan onalar onaligi bo'yicha shunchaki tashlab qo'ymayapti, hamma izlanyapti. Lekin bilasizmi, onalikni o'rganyapmiz, ammo bolalikchi? Onalik haqida, qanday onalik haqida, nima qilish kerakligi haqida o'rganyapmiz, ilmimizni oshiryapmizu, ammo bolalik qanday ekanligini va o'z bolaligimiz qandayligidan xabarimiz yo'q. Ya'ni sizda bolalik travmalari borligi sabab ba'zan bolalarimizni qabul qila olmaymiz. Sizda qanday holatlarda judayam qattiq asabiylashasiz?
Ya'ni qaysi bolangizni harakatlari sizni quyushqondan chiqarib yuboradi. Mana shu holat sizni bolalik travmangiz hisoblanadi. Ya'ni siz bolangizni yig'isini qabul qilolmayapsizmi? Yig'lasa rosa asabiy bo'lib ketasizmi? Demak, sizni bolaligingizda sizni yig'inlaringiz qabul qilinmagan. Bo'ldi, yut, yig'lama, shu narsaga ham yig'laydimi degan gaplar sizni bolaligingizdan eshitilgan gaplar hisoblanadi. 3-bosqichga o'tamiz, ya'ni qoidalar bor, ammo amal qilinmaydi. Ya'ni qoida yaratishda, bolalarga biron bir narsani qoida qilib o'rgatishda avvalo namunaviy ona bo'lish kerak. Ana shu qoidaga o'zingiz amal qilish kerak. Uxlash vaqti deb belgilandimi, onayam, otayam hamma uxlashga yotishi va uxlashi kerak. Chunki qoidalar faqat bolalar uchun degan narsa yo'q. Siz amal qilmayapsizmi? Ovora bo'lmang, bolangiz ham hech qachon amal qilmaydi. Keyin qoida yaratishda yana biri bu, qoidani bir kun buzib qo'yish. Masalan, shuncha kun siz diyetaga amal qildingiz, bolangizga shirinlik nimadir bermadingizda, tug'ilgan kun yoki nimadir bo'ldiki, buguncha yeya qol yoki bo'lmasam kun bo'yi multfilm yoki televizor qo'yib bermadingizda, zarur ishingiz chiqib qoldiki, hozircha ko'ra qol. Ya'ni qoidalarni yaratdingizmi, u buzilmasligi kerak. Buzilgan qoidani bola doim buzish uchun harakat qiladi. Bir marta buzildimi u qoida, uni buzishga, ya'ni buzsa bo'larkan degan tushuncha paydo bo'ladi. Va mana shu tushuncha uchun bola harakat qiladi, injiqlanadi, yig'laydi, bor kuchi bilan urinib ko'radi. Bir marta buzildi-ku qoida, bir marta shokolad berildi-ku, bu safar ham olsa bo'ladi degan holat miyasidan ketmaydi va bu uchun harakat qiladi. Shuning uchun qoida yaratishda kuchingiz yetadigan, doimiy amal qilsa bo'ladigan qoidalar yaratishga harakat qiling. Bu qoidalar siz uchun, masalan, o'zingiz shokolad yeb, bolangiz yo'q, senga mumkin emas deyish ham to'g'ri kelmaydi. Uyingizda shokoladni saqlab qo'yib ham, masalan, ko'z tushadigan joyda turgan shokoladni qanday yemasligi mumkin bola? Yeyman deb albatta talashadi, injiqlik qiladi, qaysarliklar mana shu narsalardan kelib chiqadi. Ya'ni qoidani bir marta buzib o'zingiz o'rgatib qo'ydingizmi, endi u buzishni talab qiladi. Qoidani buzishga undovchi narsalar ko'z oldidami, telefondan maza qilib foydalanib o'tiribsiz, uni nega o'ynagingiz kelmasin? Maza qilib o'zingiz yeyapsiz morojnalar yoki muzdek suvlar ichyapsiz, nega uni ichgisi kelmasin? U ham siz kabi inson. Ya'ni sizga o'xshashga intilish bu ham Alloh tomonidan berilgan bo'ladi bolaga. Sizga o'xshashga harakati, mana shu motivatsiyasi, ichki motivatsiyasi aynan sizdek bo'lishni istaydi avval, onasidek, eng ko'p onasidek. Shuning uchun u sizga o'xshagan harakatlarni qiladi. Bolalar nutqiga e'tibor berasizmi? Eng ko'p onasini nutqini. Masalan, qo'g'irchoq o'ynatayotgan bolalarni ham kuzatsangiz, siz qizingiz, farzandingizga nima degan bo'lsangiz, u ham bolasiga xuddi shu qo'g'irchog'iga xuddi shunaqa gaplarni aytib tarbiya qilayotgandek tuyuladi. Sizni gaplaringizni aytib qaytaradi. Sizni nutqingiz ko'proq takrorlangani kabi, sizni harakatlaringiz ham ko'proq takrorlanadi. Siz nima qilayotgan bo'lsangiz, bolangiz shunga taqlid qiladi. Siz baqiruvchi insonmisiz yoki baqirganmisiz, endi to'xtatgan bo'lsangiz ham uni ong ostida saqlanib qolgan va bu jarayonlar sekin-asta o'z paytini poylab yuzaga chiqaveradi. Masalan, qaysidir bir xunuk so'zni qayerdadir ishlatgan bo'lsangiz, bolangiz uni bir marta eshitdimi, bo'ldi, u ong ostida saqlanib qoladi, o'z vaziyatini kuzatadi va vaziyat paydo bo'lishi bilan u o'rgangan so'zni albatta qo'llaydi. Bolalar 6 oylikgacha siz gapirayotgan nutqni egallab bo'ladi. Faqat ularda imkoniyat mavjud bo'lmaganligi sabab chiqarib bera olmaydi. Qoidalarni yaratish ham xuddi shunaqa. Qoida yarating, o'zingiz amal qiling va kuting. Bolangiz ham albatta amal qiladi. 4-qabul qilishga qiynalamiz. Bolalik travmalari haqida bundan oldingi bosqichda biroz aytib o'tib ketdim. Ya'ni bolalarimizni qaysi holatini qabul qilolmas ekanmiz, bu bizning travmamiz hisoblanadi. Siz bu travmalardan qutulish, ya'ni bir nechta jarayonlar orqali qutulib keta olmaysiz. Ya'ni bu travmalarni yo'qotish yoki bularni butunlay chiqib ketish bu travmadan oson narsa emas. Chunki siz bu holatga bir marta tushmagansiz. Ong ostimiz shunaqa ishlaydi, bilasizmi?
Siz bolaligingizda ko'rgan jarayonlar esingizdan chiqib ketadi. Ya'ni bo'lgan voqealar deyarli esingizda qolmaydi, lekin hissiyotlar ong ostida saqlanib qoladi. Ya'ni his qilgan hissiyotlaringiz. Biz nimaga biron-bir idishni ko'tarib ketayotganimizda tushib ketishidan qo'rqamiz. "Voy, sindirib qo'ymasam-da, hozir qo'limdan tushib ketmaydimikin?" deb qo'rqib oboramiz. Mana shu idishni qayerdadir, qachondir sindirganmiz va mana shu idish sinishi bilan bog'liq bizda qo'rquv hissiyoti bor. Biz idishni sindirsak, sindirmasakda, biz har safar shu idishlarni ko'targanimizda qo'rquv ichimizga o'sha hissiyot kelaveradi. Siz yig'i bilan bog'liq, sizda qanaqadir og'riqli holatlar bo'lsayam, u holatni eslay olmaysiz, lekin bolangiz har yig'laganda sizga mana shu og'riqli hissiyot keladi. Va ong ostimiz bizni og'riqdan himoya qilish uchun bu jarayonni to'xtatishga, ya'ni shu holatdan qochib ketishga harakat qiladi. Va siz o'zingiz bilmagan holatda bu jarayonni o'chirish uchun kuch ishlatasiz. Ya'ni bolangizni urib qo'yasiz, so'kib qo'yasiz. Mana shu holatlar sizni ong ostingizni, ya'ni yig'ini, sizga og'riq berayotgan jarayonni to'xtatish uchun foydalaniladi. Bu avtomatik boshqaruv deyiladi. Siz bu jarayon, ya'ni bolangizni urib qo'yishni, so'kib qo'yishni ongli miyangizni ishlatib qilmaysiz. Ya'ni miya to'xtaydi faoliyatini. Faqat avtomatik boshqaruv mana shu urish, so'kish orqali siz qabul qila olmayotgan jarayonni to'xtatib beradi. Ya'ni harakat qiladi yig'isini to'xtatishga, boshqa qilishga. Ong osti shunaqa bizni himoya qiladi. Bolalik travmalardan qutulish uchun qanaqadir trening yoki nimadirlarga yozilgan bo'lsangiz, ular bilan ishlayotgan bo'lsangiz, u og'riqlarni qayta tiklashga ong osti ruxsat bermaydi va sizda endi kurash mexanizmi ishga tushadi. Ya'ni turli bahonalar izlaydi. Chunki u og'riqlarni qayta kovlash va ularni chiqarib tashlash bu og'riqli jarayon hisoblanadi. Uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi va sizda bahonalar yo'q, shundog'am yaxshi odamsan-ku, ya'ni senda bolalik travmalari yo'q, yo bo'lmasam hozir vaqtim yo'q, bu safar mablag'im yo'q, keyinroq ishlarman, uncha qiynalganim yo'q-ku, vahima qiladigan narsa emas, bolalikda o'tib ketgan va endi ota-onam ham shunga majbur bo'lgan, o'zim ham shunga yarasha bo'lgandirman-da degan bir kurash mexanizmi ishga tushadi. Ya'ni u yaralarni o'zingizdan chiqarib tashlash qiyinligini anglagan holatda ong ostimiz shunaqa informatsiyalar beradi. Bu travmalarni siz ongli ravishda eslay olmaysiz. Faqat hissiyotlar, kechinmalar, holatlar sizni bezovta qiladi. Bolalik xotiralarini eslay olmaydigan, ya'ni uncha eslay olmaydiganlar bu travmasi ko'p odamlar hisoblanadi. Bolalik xotiralarini yaxshi eslaydiganlar bolaligida u qadar travma olmagan. Chunki ong osti bizga og'riqli holatlarni o'chirib yuboradi, lekin hissiyotni o'chira olmaydi. Voqealarni o'chirib yuborishga harakat qiladi. Chunki odam organizmini Alloh shunaqa yaratgan, odam tanasini shunaqa yaratgan, bizni himoya qiladi. 5-mavzuga o'tamiz. Bilasizmi, men mavzularni cho'zib o'tirishni yomon ko'raman. Ya'ni vaqt hammamiz uchun qadrli. Shuning uchun kerakli, eng asosiy muhim joylarini gapirishga harakat qilaman. Maqtovlar foydalimi yoki zarar? Bilasizmi, hamma narsani ko'piyam, kamiyam zarar. O'rtani topish kerak. Bolangizga maqtov berayotganda eng qo'rqadigan joyi bu, eng so'zidan foydalanmang. Ya'ni sen eng aqllisan, eng zukkosan, eng chiroylisan yoki eng yaxshisisan. Nega? Bolalarga eng so'zi qo'yilganda bu birinchidan, ya'ni hammadan zo'r bo'lishga intilish, bu yaxshi deb o'ylarsiz, lekin bilasizmi qanaqa yuk olib keladi? Siz nimaga eng a'lochi o'quvchi bo'lmagansiz yoki bo'lgan taqdiringizda ham siz nimaga eng birinchi o'rindagi masalan mukofotlar olmagansiz, O'zbekistonni birinchi ayoli bo'lmagansiz, ya'ni engi bo'lmagansiz. Nega? Buni bo'lish uchun qancha mehnat bo'lishi kerak bilasizmi? Bolangizga mana shuncha murg'akkina bolangizga shunchagina yuk yuklab qo'yish qanaqa qiyin. Eng yaxshi bo'lish uchun qancha mehnat qilish kerak, qancha harakat qilish kerak. Va bu bolalarga og'ir yuk hisoblanadi.
Bu eng yaxshisan deyishlik o'zini solishtirish tuyg'usi. Bu juda yomon tuyg'u. Odamni ich-ichiga, qon-qoniga singib qiynaydigan tuyg'u hisoblanadi. Ya'ni eng yaxshi bo'lishga harakat qilgani sari atrofdagilarni kuzatadi. O'zidan yaxshilarga nisbatan, ya'ni men eng yaxshisi bo'lishim kerak edi, u eng yaxshisi bo'lib ketyapti degan hissiyotlar, solishtirish hissiyotini beradi va o'zi kurashib, masalan, ana shu odamga yetolmay qolgan taqdirda o'ziga bo'lgan hafsalasi pir bo'ladi yoki dushmanlashish holatlari paydo xullas, solishtirish hissi va kim bilandir o'zini qiyoslash bu yaxshi hissiyotlar emas. O'ziz ham masalan, bizga singib ketgan qo'shnini qizlari-yu, qarindoshni qizlari bilan solishtirishlar bu og'riqli hissiyotlar. Hatto hozir ham palonchini xotini unaqa ekan deyishsa, ko'tara olmaysiz, qabul qila olmaysiz solishtirishni. Bu og'riqli hissiyot. Shuning uchun bu hissiyotni bolalaringizga meros qilib qo'ymang va maqtovlarni o'rtasi bu bolaning qilgan narsasiga emas, qilayotganiga e'tibor qaratishdir. Masalan, uddalay olding, qila olding, sen buni qila olarkansan, yoza olarkansan, chiza olarkansan, yugura olarkansan. Men buni bilmasdim. Qoyil. Sen shunaqa ekansan. Ya'ni uni qilayotganiga e'tibor qaratib, maqtovlardan foydalaning. Ya'ni sen eng yaxshi chizibsan emas, sen chiza olarkansan. Qoyil. Zo'r. Juda chiroyli chiqibdi. Seni fikrlaring qanaqa bu borada? Nimalar chizding? Qanday chizding? Qo'lini qanaqa qilib chizding? Oyoqchalarini qanday chizding? Qaysi ranglarga bo'yading? Mana shu tarzdagi, ya'ni o'zini qilgan ishiga o'zini e'tiborini tortib, o'zini o'zi tahlil qilishni o'rgatishga harakat qiling. Va nutqingizdagi mana shu "eng", "juda" degan so'zlarni olib tashlashga harakat qiling. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ilmlarim o'zi jonli unaqa marafonlarimni ham kuzatgan bo'lsalaring kerak, mavzularni unaqa cho'zmayman. Uzog'i 10 minut gapiraman xolos. Nega? Tinglovchi bilim olayotganda 1 soatli ma'ruzadan 10 minutinigina qo'llay oladi xolos. U yog'ini yo chala-chulpa eshitadi yoki ma'lumotni birdaniga barchasini qabul qila olmaydi. Siz bir kunda 10 minutli ilm oling va uni qo'llang, shu sizga foydaliroq. Ya'ni 1 soatlik darslarni tinglagandan ko'ra 10 minutli, 15 minutli, yarim soatli darslarni yoki audio kitoblarni eshitganingizda sizga foydaliroq ilm olib keladi. Bir narsani eshitdingizmi, o'rgandingizmi, uni albatta amaliyotga ko'chiring. Amaliyotga ko'chirmagunizcha yangi ma'lumotni kiritmaslikka harakat qiling. Chunki ma'lumotlar ko'paygani sari amaliyotga kiritmagan ma'lumotingiz ham miyangizdan chiqib ketadi. Shu sababli jonli efirimni ham qisqa qilaman. Mavzularni to'liq tushuntirib berdim. Ovozli holatini tashlab qo'yaman kanalga. Qizlar, savollaring bo'lsa, mana shu oxirgi post ochaman yangi. Mana shu postga savollarni yozasizlar. Imkon qadar kunda bittadan odamni savoliga javob berib boraman. Qo'limdan kelganicha kanalga joylayman buni. Shuning uchun savolni to'liq vaziyati bilan, nuqta virguli bilan yozishga harakat qiling. Va savolingiz ham mana shu bugungi o'tilgan jonli efir bo'yicha bo'lishini iltimos qilardim. Hammangizga kattakon rahmat qizlar.